Rastaropsha, ya'ni xushqo'nmas o'simligi jigar faoliyatini yaxshilashda, yog'larni eritishda juda ham foydali ekanini bilasizmi? Xushqo'nmas eng tabiiy va foydali o'simliklardan bo'lib, ozishda, jigar kasalliklarida, teri muammolarida va immunitetni ko'tarishda sinalgan vosita hisoblanadi. Uning tarkibidagi kuchli komponent slimalindir. Aynan slimarin sababli jigar kletkalari qayta tiklanadi. Ayniqsa gepatitda, alkogol iste'mol qiluvchilarda va uzoq vaqt dori-darmonlar ichib yuradiganlarga yaxshi yordam beradi. Lekin uni qanday ko'rinishdagisini iste'mol qilish kerak? Urug', choy, kapsula yoki yog'. Aslida rastaropshani har qanday ko'rinishda iste'mol qilsa bo'ladi. Masalan, urug' holatidagisini choy sifatida damlab ichish uchun 1 choy qoshiq urug'ni istasangiz butunligicha, istasangiz maydalangan holatda 1 stakan, ya'ni 200 ml qaynoq suvga damlab qo'yib, kuniga 2-3 marta ovqatdan oldin iliq holatda ichishingiz mumkin. Yoki shunchaki tayyor quritilgan choy holatidagisini olib damlasangiz bo'ladi. Kukun shaklidagisini esa 1 choy qoshiq kukunni suv bilan yoki ovqat, asal, yogurtlarga qo'shib iste'mol qilish mumkin. Kukun icha olmaydiganlar uchun kapsula ko'rinishidagisi ham bor. Yog' ko'rinishidagi rastaropshani kuniga 1 choy qoshiq ichish tavsiya etiladi va teri kasalliklarida, masalan, ekzema kabi toshmalarda tashqi surtish orqali foydalanish mumkin bo'ladi. Ehtiyot choralarini video tagida qoldirdim. Videoni jigar bilan muammosi bor tanishingizga yuborib qo'yishni unutmang.